Assalomu alaykum. Bu Moskva City. Moskva City'ning 105-etajdan joy olib, mana shu 5 minglik pullarni sanab taylab jatibmiz. Apalar, chechalar, yenalar, singillar. Aslida o'nda emas. Mana shunda joylarda, mana shunday vagonlar, mana shu 1 yil jataq joyimiz, mana shunday jataq joylar. Bu ishchi. Mana shu ishlab, jillab ishlab, уже 15 yil bo'lib ketyapti, ishlab ishlab, belavar bo'lib Kirija bo'lib, o'tib, bitib, qiynalib, tushib ishlab jiribmiz. Bu yoqdagi rasxodni vobshim kallaga siymaydigan darajada rasxod bo'lib, jildan jilga vobshim xayolga kelmaydigan rasxodlarni o'ylab topyapsizlar. Sizlarga ham qayil. Mana shunday qiyin bir nechadamiz tushib ketdi. Nechta ashnalarimiz tushib ketdi. Tushib hayot o'tib ketib yotir. Bu hayot bir marta beriladi. Netjoding balalarni ko'rmay, balalar ham shu Rossiyaga kelyapti. Xuddi biz ham xuddi shunday katta bo'lganlar, shunday javonlarda qiynalib ishlab yurib, shu an qadrga yetingizlar, to'ylarni kamaytaylik. Davlatimiz belgilab qo'yganday xatiyat to'y qilaylik. Azmada yana to'ysadan boshlandi. 500 mingda bir bola qilib ishlab borsa, yana 500 ming qarz qilib qaytarib jo'natib bermangizlar. Xatiyat 3 oy kelinchaklarning oldida qolsin keyinlar. O'shaga yarasha rasxodli to'y qilinglar, yenajonlar. Eng ko'pi yenajonlar qilyapti. Otajonlar, atalar, qo'lg'angizlar rollarni mana shunday qiyinchilik. Nima deyapsiz? Qizim nima bo'ldi? Sizni sog'indi. Voyona. Nima qoshlari kamol. Yo'qmi, kelishib olganmiz. Sog'inmay turasiz, men ko'p unutmishdim. Nima yig'layapsiz? Orzulardan kechishga majburlar hayot. Chunki ular kulishi uchun mas'ul inson sen. Oilam orzusi uchun bugun bir chetda o'z orzularidan kechgan o'sha men.